Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Xenu obunachilar. Men bugungi videoda sizlarga Minecraftdagi barcha seedlarni o'rgataman. Birinchi seedimizda hamma bilsa kerak. Bu o'sha qiz. Mana bunday nari bilan kattalikda qishloq paydo qiladi. Ko'rdingizmi? Shunday qishloq paydo qiladi. Keyingi seedimiz 3 ta X bo'ladi obunachilar. 3 ta X. Mana bu ham qishloq, lekin bu katta qishloq. Bunda 2 ta komfortnoy, temirchilik 2 ta bo'ladi. Mana obunachilar, 2 ta qishloq. U tomon bitta qishloq, bu tomon. 2 ta birlashgan qo'shni qishloqlarda. Keyingi seedimiz esa Mimi bo'ladi. Mimi. Mana Mimi qishloqimiz. Bunda komfortnoy yo'q obunachilar, ko'rganingizdek kichikroq bu ko'ynakdan. Shular. Mana obunachilar. Qishloqlar ko'p shu Mimi qishloqda. Qishloqlarda bo'lsa ham. Yashamni ishimiz xo'sh. Obunachilarning oxirgi seedimiz qoldi. Agar yana bilmaganlarni yozganlar bo'lsa, kommentga yozishni unutmang. Obuna bo'lishni unutmang. Obunachilar bizni bo'lishimiz kerak. Mana obunachilar, oxirgi seedimiz qoldi. Bu 455 bo'ladi. Bu obunachilar katta qishloq. Kattagina qishloq bu ham, lekin bitta, ikkita emas. Obunachilar, video yoqqansa obuna bo'lishni unutmang. Biz oxiri 100 ta bo'lishimiz kerak. 100 ta bo'lgandan keyin shu Minecraftni qanday o'tkazishni batafsil ma'lumot beraman.